Bugungi qahramonimiz haqida ko'plab filmlar suratga olingan. Ko'rsatgan jasorati esa tillardan tillarga ko'chib tirik afsonaga aylangan o'zbek o'g'loni Qudrat Suyunovdir. Navbatdagi lavhamizda u singari samarqandlik urush qatnashchilari haqida ham hikoya qilinadi. Hozirgi tinch va osoyishta kunlar uchun bugungi avlod, ota-bobolar hamda ularning xotirasi oldida bir umr minnatdor. Urush maydonlarida jon bergan mard va jasur er-yigit. Bugungi tinch, xotirjam va osoyishta kunlar uchun kurashganlardan biri o'zbek o'g'loni Qudrat Suyunovdir. Samarqand viloyatining Paxtachi tumani markazida qahramonga bag'ishlab ulkan haykal o'rnatilgan. Qudrat Suyunov tahsil olgan 37-sonli maktabda hozirgi kunda men ham tahsil olmoqdaman. Shunday ulug' inson tavallud topgan yurtda yashayotganimdan, shunday ulug' inson bilim olgan maktabda tahsil olayotganimdan chin yurakdan faxrlanaman. Qudrat Suyunov 1919-yil 6 fevralda Paxtachi tumani Urg'uch qishlog'ida tug'ilgan. Bir ajoyib inson chaqqan ekan, shunday bolalar aytib yotadi. U shunday yigirar ekanki, otlarda minsa chappaqa minib shunday yigirar ekan, hamma chopib yetilmay ekanda, shunday yaxshi ekan. 1939-yil armiyaga safarbar etilgan serjant Suyunov 74-o'qchi diviziyasining 109-o'qchi polkida bo'linma komandiri lavozimida jang qilgan. U G'arbiy Bryansk, Don va Markaziy frontlarda fashistlarga qarshi janglarda qatnashgan. 1943-yil 12-sentyabrda serjant Qudrat Suyunov Ukrainaning Chernigov viloyati Abolon qishlog'i uchun bo'lgan qirg'in-borot urushda Desna daryosi bo'yidagi nazorat hududlarini mustahkamlashda o'z joni evaziga dushmanning o'q otish nuqtasini yo'q qilib, quroldoshlarining olg'a yurishiga zamin yaratdi. Bugungi kunda tashkil etilayotgan shon-sharaf muzeyiga Samarqand viloyatidan 100 dan ortiq eksponatlar, shaxsiy buyumlar hamda arxiv hujjatlari olib kelib topshirildi. Ular orasida Ikkinchi jahon urushi qahramoni Qudrat Suyunovning quroldosh do'sti Viktor Bikovning urushdan so'ng qahramonimiz onasiga yo'llagan maktubining nusxalari ham saqlanmoqda. Oy borib omon qayt. Ushbu jumlalar o'z o'g'lonlarini urush o'chog'iga jo'natayotgan onalar dilidan chiqqan sadodir. Qariyb yarim asrdan ko'proq vaqt oldin yaratilgan ushbu film o'zbek o'g'loni Qudrat Suyunov hayotiga bag'ishlangan. Qudrat Suyunov roliga ancha-muncha bir 20 kishini aktyorlik sinovidan o'tkazdik. Ammo men faqat Rajab Adashov o'ynaydi. Qahramon ichimizdan bo'lishi kerak. Qishloqni hidi kelib turishi kerak dedim. Bu dedim bizni millatni fazilatini ochib beradi. Bo'lishon, to'xtating. Qani yigit, yetib ol. To'xta, ha. Sizgini olib qo'ygan. Bermayapti, nima qilay? Qudrat Suyunov roliga tasdiqlandingiz, palonchi kuni syomkaga yetib keling degan telegramma keldi. Endi bu yerda ishlayapmiz. Keyin pochchamga ko'rsatdim. Pochcham meni bosh rolga tasdiqlashibdi. Nima qilay desam, bormaysanmi? Bilalar shu bilan keldim. Kelib bo'ladigan bilan ushlashib, endi hushyor bo'lasan deb qattiq gaplarni gapirdilar. Ana shunaqangi maslahatlar bilan Qudrat Suyunovni mendan sug'urib oldilar, chiqardilar-da. Bugungi farovon kunlarimizga yetib kelishimizga Qudrat Suyunovdek qahramonlar, hozirda hayot bo'lgan faxriylarimizning ibratli yo'li yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Paxtachi tumanida G'affor Safarov va To'xli Odilovlar ham qarlik gashtini surib kelmoqda. 96 yoshni qarshilagan otaxonlarga har tomonlama hurmat-ehtirom ko'rsatish maqsadida mutasaddilar tomonidan muntazam chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Paxtachi tuman hokimligi va mudofaa ishlari bo'limi, tibbiyot xodimlari hamda jamoatchilik vakillari tomonidan doimiy ravishda otaxonlarning holidan xabar olinadi. Shuningdek, Samarqand viloyatida ham Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va front ortida mehnat qilgan vatandoshlarimizning ko'rsatgan jasoratlarini xalqimizga yetkazish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Siz Axborot 24 dasturi bilan tanishdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.